Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, farzandimiz aka-ukalar, Angrenlik katta zo'rga keldik. Bizlarni Zapark deydi, shunaqa qilingan Real Hunter'ni sana salmesli joyiga keldik. Bu yerga farzand berganman. Videoni oxirigacha ko'ring, bu yerga farzand emas, ko'p qushlar bor, hayvonlar bor. Chiqvozda bo'lsa oxirigacha ko'ringlar, qilingan sharoitga bitta like bosib qo'yinglar. Ketdik. Indiyskiy, haqiqatda shu quloq uzun. Quloqlar uzunligini. Yaxshi. Xullas mana bolasi ham bor ekan. Mana shunaqa narsalar ko'paytirilar ekan. Endi bitta tabiatni ko'ringlar okalar. Mana bu yerda suv oqar ekan. Mana okalar. Tabiat. Kengizga o'tamiz. Mana okalar xullas ko'rdinglar mana. Okalar bu yerda mana tovuqlar bor ekan. Nari yoqda o'rdaklar bor ekan. Lekin joy zo'r chiqqan, gap yo'q. Joylar zo'r. Ketdik, kengizga o'tamiz. Tak, mana o'zi yotishibdi mana. Nima edi bu? Tufli degan emasmi? Shaq. O'sha tufli degan. Paq tufli olmasin mana elindir. Sassiq ekan lekin mana. Shu nimadir deb xullas okalar bilganlar yozib yuboringlar mana kommentariyaga. Mamnisi mana buni ham otini bilmayman to'g'risi. Bilganlar o'zinglar yozib ketinglar. Joylar zo'r chiqqan lekin. Mana bu tovuslar bor ekan, tovuslar ichkariga kirib olgan faqat. Ma. Tovuslar ichkarilar. Sharoit zo'r. Cho'tki sharoit. Sharoit zo'r. Mana. Farzand okalar o'sha orqasida. Farzandni endi ulab yuboraman endi boshqa videoni iloji yo'q. Ana farzandlar o'sha yerda turibdi. Ketdi. Ana qichqirib yotibdi. Ketdik. Tam kuchu. Yechig'agani. Bo'ldi. Quyon ekan xullas okalar mayli itni bezovta qilmaylik. Mana quyonlar bu yerda. Quyonlarni mana qo'rovlar ekan mana. Mana onasiz. Qo'y boqagan qo'y ishqozlari mana. Arashanni ochilari. Bu yoqda otlar bor ekan. Molli ekan. Mana qanaqa buqa? Bu chiqiylik. Mana okalar mana qanaqa mol? Kim biladi? Yozib yuboringlar. Bu qanaqa mol endi? Chingizxonning buqalaridanmi? Ati chiroyli otlar bor ekan tepada. Mana. Bu yoq qo'y ferma. Mana bor ekan bular. Buni sarg'i qora tuqqanmi? Mana arashan ekan. Mana katta qo'chqor ekan arashan. Bo'ldi, arashan bilaman ketdik. Arashanmi bo'ldi. YouTube'da, Instagram tiqilyapti o'zi. Hamma arashan bo'lib ketdi o'zi. Mana. Просто keldik. Lekin gapi ko'z tegmasin. Urg'ochim mashina shunda. Men o'zim qo'yib boqaman, bilaman-ku. Gap yo'q lekin. Voy. Bo'g'ozlar bu yerda. Joylarni yorib yuborishdi, gap yo'q. Mana erkakga o'zi kerak qo'chqori mana. Mana. Bu jivoy bosh so'ragan qatta bor, telefonda ko'rib onamdan qo'rqmas ekan. Voy jonivor, ko'z tegmas. Haqiqatda shuncha qimmat ekanda bu. Ha, jiyan. Mana buni qara, ko'z tegmas. Ha, bekorga. Bekorga qimmat bo'lmas ekan. Men ham bolalar, ona bolalar. Gap yo'q. Bizga nasib qilsin, barakasi bersin. Mana. Ko'zga oqi bor ekan mana. Jonivorlar. Ketdik yana, so'yib qo'yishdi. Mana o'qib lekin joy zo'r. Kiykan bor ekan, endi ana nimalar endi loyiga yo'q, to'g'risi o'tkim kelmadi, to'g'risi. Hamma o'zi ko'radi, kiyik nimalar hamma biladi-ku. Ha. Maşallah, subhanallah.
Mana bu urg'ochilari bu. Yosh, ana soliq o'zi deydi shunaqasi. Mana soliq o'zi deganlardan bu. Gap yo'q. Men oldi safar o'sha pastdan fazanni tashab siras ketuvdim. Men buncha narsa borligini bilmasdim men bu yerda borib. Katta zaparka ekan, katta zapar. Bular kim tomoshabinlarmi? Ular o'sha zaparga kirib chiqyapti. Ha, sotib olishadimi qo'y? Yo'q. Ha. Pastdan biz zaparga ochganmiz-ku. Ha. 25 ming so'mdan boshqa zaparlarimiz. 25 mingdan odam qo'yilar ekan bu yerga. Xullas. Aylanib chiqish. Ha, bo'ldi. Mashina ham bir zotdek bor. Ya shu bitta o'zlari qaranglar. Ha. Bularga emas, bularga emas. Ovqat berarsiz. Keyin rashid nima qilamiz? Odam yo'qmi? Yo'q. Og'a, iltimos. Hop, bugunchalik solib turing, o'lib qolmasin. Voy jonivorlar. Mana jonivorlar. Mana jonivorlar. Okalar xullas ketdi. Men bitta fonni olib mashina bo'ldi mana. YouTube'ga videoni to'xtatamiz. Okalar like bosinglar mana. Chotki joylar mana. Shunaqa joylar bor ekan. Odam boshi 25 mingdan qo'yishar ekan. Lakasani Telegram gruppamda kanalda qoldiraman. Ovoqda pastda okalar. Ishqozlar bo'lsa, kelib maza qilib tomosha qilib, ko'chada o'tiragan joylari ham bor. Buni hatto galishting. Toza galishting, germanskiylar nima? Nemetskiylar bor ekan. Mana okalar. Nima o'zim mol bilan shug'ullanib turaman, tushunaman molni yaxshi. Hatto ichkilar bor ekan. Tuya ham bor ekan, mayli tuya ham tushib ketadi, aja. Mana ichkilar ikkitadan, uchtadan to'xtash ekan. Bu yerda tuyalar bor ekan mana. Ha, tuyalar ham bor. Xullas zapark okalar. Bu lekin to'shni tufliydi. Manzilimiz Angren shahri, mahalla nima edi? Lashkarak mahalla, Nishbosh degan joyi. Mana joylari zo'r. Shishotga chiqqan bu. Joylarni zo'r qilishgan gap yo'q. Okalar, tilak bo'lsa, endi ana mobilografim bo'lmadi, to'g'risini aytsam, o'zim amallab oldim bor-ku, jiyan to'g'risi. Mobilografim olib kela olmadim. Bo'lganda chotki video olardik.